Bu orqamizda turgan kuxnaga necha pul sarflangan deb o'ylaysizlar? Hozir videoni oxirigacha ko'rsanglar, biz buni aytib o'tamiz. Bu hozirgi kuxnamiz neoklassika bo'lib, oxirgi stilda, hozirgi moda bo'layotgan stilda qilingan. Temir profil ishlatganmiz. Ruchkalari o'ziga mos. Stoleshnicasi tosh, kafil qismiga tosh ishlatganmiz. Juda ham chiroyli. Bu yoqda gaz plita объемный, tortmalari bemalol, juda ham keng. Ikkita tarafga kargo qo'yganmiz. Yog'larni, ziravorlarni qo'yishga. Tepa qismida vichishga, bu ham ikkita qavatli bo'lgan, juda ham chiroyli. Bu yoqda bo'ladigan bo'lsa, mo'yka hozirgi kunda ko'p klientlardan savol tushyapti, bu mo'yka qanaqa ishlayapti? Men hozir klientdan so'radim, yaxshi ishlayotgan ekan. Bu yoqda bo'lsa, sushka qismi ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli, объемный, bu yoqda холодильный, uyga juda ham mos bo'lib turibdi. Sizlarga ham shunaqa kuxnalar kerak bo'lsa, zakaz qilishingiz mumkin. Bu kuxnaga ikkita xonali kvartirani remont qilsa bo'ladigan darajada $10,000 gacha texnikalar bilan pul sarflangan. Rahmat hammaga, bizani kuzatishda davom etinglar. Bundan ham qiziqroq, yaxshiroq narsalarni sizlarga ko'rsatib boramiz.